40 kuyov. Bir podshohning 40 o'g'li bor ekan. Bir kuni podshoh katta o'g'lini uylantirmoqchi bo'libdi. Buni eshitgan boshqa o'g'illari, bizlarni ham uylantiring, deyishibdi. Podshoh 40 ta o'g'liga 40 ta qizlik odamni qidirtira boshlabdi. Bir necha yillar qidirgandan keyin o'z mamlakatidan 6 oylik yo'lda bo'lgan bir podshohning 40 ta qizi borligini eshitib, shu podshohning dargohiga bir tuya sarpo bilan Maston kampirni sovchilikka yuboribdi. Kampir 6 oylik yo'lni ilomon tuyada 6 kunda bosib boribdi. Podshohning o'rdasiga kelib, eshik oldini supuribdi. Podshohning xizmatkorlari kampirni ushlab, podshohning oldiga olib kirishibdi. Podshoh kampirdan nimaga kelganini so'rabdi. Kampir, podshohim, sizning 40 ta qizingiz bor ekan. Shu qizlaringizga sovchilikka keldim, debdi. Podshoh, haqiqatan mening 40 ta qizim bor. Lekin ularning hammasini tug'ishgan 40 ta yigitga beraman, debdi. Kampir ham o'z podshohining 40 ta o'g'li borligini aytibdi. Podshoh, men qizlarimni berishga roziman, lekin bir shartim bor. Podshohingiz o'z mamlakatidan mening mamlakatimgacha bo'lgan 6 oylik yo'liga ariq qazdirib, o'z suvini mening suvimga qo'shsin, debdi. Maston kampir o'z mamlakatiga qaytib, podshohga, ey podshohi olam, shu 6 oylik yo'lga ariq qazib, o'z suvingizni ul podshoh suvlariga qo'shsangiz, qizlarini berar ekan, debdi. Podshoh bu shartga rozi bo'libdi. Podshoh shahardagi hamma fuqarolarni yig'dirib, ariq kovlata boshlabdi. Xalq bir oyda 3-4 toshlik yo'lgacha ariq kovlabdi. Podshohning o'g'illari ariqni tezroq kovlatish uchun navbat bilan mehnat qilayotgan odamlar ustidan xo'jaylik qilib turishibdi. Bir qancha odamlar uylaridan, bola chaqalaridan ajralib, podshohning zulmiga chiday olmay, bu ishdan norozi bo'la boshlashibdi. Bir kun odamlarning, podshohning o'g'illari xotin olmay ketsin, hammamizni uy joyimizdan, bola chaqamizdan judo qildi-yu, deb gaplashganlarini podshohning kichik o'g'li eshitib, ariq kovlayotgan odamlarning hammasiga javob berib yuboribdi. Akalari buni ko'rib, bizni xotinsiz qoldirding, deb bir mushtdan urib ketishibdi. Kichik ukasi yig'lab ariq yonida yotib, uxlab qolibdi. Sahar vaqti bir chol kelib, bolani uyg'otibdi. "Ha, bolam, nima uchun bu yerda yotibsan?" debdi. Bola bo'lgan voqeani cholga gapirib beribdi. Chol, "O'g'lim, xafa bo'lma. Bu ariqni kovlash qiyin emas. Lekin senga bir nasihatim bor, shuni bajarasan. Kovlagan arig'ingizning bir tomoni yoz, bir tomoni qish bo'ladi. Akalaring to'yga borganda sen o'zing bormay pichog'ingni berib yuborgin. Akalaring kelinlarni olib yo'lning yarmiga kelganda yomg'ir yog'adi. Yomg'irdan keyin qor yog'adi. Qordan keyin tosh yog'adi. Shu vaqtda bir oq uy ko'rinadi. Zinhor shu oq uyga kirishmasin. Tez orada havo ochilib ketadi. Otangga shu gaplarni tayinla, debdi-da, tayog'ini ot qilib minib, ko'zingni yum, debdi. Birpasdan keyin och
debdi. Bola ko'zini yumib ochsa, 6 oylik yo'lga ariq kovlanib, 2 podshohning suvi bir-biriga qo'shilibdi. Chol bolaga yana ko'zingni yum debdi. Bola ko'zini yumibdi. Ko'zingni och debdi. Bola ko'zini ochib qarasa, o'zini yig'lab yotib qolgan ariq bo'yida ko'ribdi. Chol yana g'oyib bo'libdi. Ertasi akalari ariq boshiga kelib qarashsa, suv oqib yotganmish, suvning boshi ko'rinmasmish. Akalari ukalarini uyg'otib, otalari oldiga olib kelishibdi. Yigitcha otasiga, ariqni men kovlab, 2 suvni bir-biriga men qo'shdim debdi. Podshoh o'g'lidan xursand bo'lib, kelinlarni olib kelish uchun tayyorgarlik ko'rishga buyruq beribdi va o'g'illari askarlarini olib yo'lga jo'nabdi. Bir necha oy yo'l yursa ham mo'l yurib, suvsiz sahro cho'l yurib, qizlar yashaydigan mamlakatga yetib borishibdi. Podshoh bularning kelayotganini eshitib, yo'llariga poyandozlar tashlab, kutib olish uchun saroy ayollari bilan peshvoz chiqishibdi. 40 kecha-yu 40 kunduz to'y tomosha qilib, bir kam 40 yigitga qizlarini nikoh qildirib beribdi. Kichkina kelinni esa pichoqqa nikoh qilishibdi. Bir qancha vaqtdan so'ng hammaligi kelinlarni olib, yana kelgan yo'llariga qaytishibdi. Bir necha kun yo'l yurib, yo'lning yarmiga kelganda yomg'ir yog'a boshlabdi. Yomg'irdan keyin qordan keyin tosh yog'a boshlabdi. Shu vaqt oq uy, oq ravot ko'rinibdi. Podshohning katta o'g'illari shu ravodga kirishga ijozat so'rabdi. Podshoh, yo'q, ukangizning nasihati bor, kirmangiz deb ravodga kirishga rozilik bermabdi. Akalari otasini koyib, siz bitta o'g'lingiz deb bizlarni o'ldirasizmi deb quloq solmasdan qo'rg'onga kirishibdi. Podshoh ham noiloj orqalaridan kiribdi. Bular hammasi qo'rg'onga kirishi bilan havo charaqlab ochilib ketibdi. Qo'rg'onning 4 burchagidagi 4 quduqdan suv otilib chiqib, pastga oqib turganmish. Qozonlarda palovlar pishgan, dasturxonlar yozilgan, shirin sharbatlar, turli taomlar qo'yilgan, ko'rpachalar solinganmish. Otlar uchun har biriga yakki mixlar qoqilgan, oxurlarga yemlar solinganmish. Lekin hech kim yo'q emish. Ravodga kirgan odamlarning hammasi taomlardan yeb, bu oqshom shu joyda yotib qolibdilar. Ertalab turib, yo'lga tayyorlanib, darvozadan chiqayotganlarida bir ajdarho kelib, darvozaning og'zini to'sibdi. Tiliga kirib, qani, buning haqqini berib ketinglar, debdi. Podshoh, pul kerakmi? Dunyo kerakmi? Ot kerakmi? Ol, debdi. Ajdarho, menga pul ham, dunyo ham kerak emas. Kichik o'g'lingni bersang bas, boshqa hech narsa olmayman, debdi. Podshoh xafa bo'lib ketibdi. Lekin katta o'g'illari otalariga, mayli beraman deb ayting, yo'l uzoq, borib ololmaydi, deb podshohni ko'ndirishibdi. Podshoh kichik o'g'lini ajdarhoga berishga rozi bo'lgach, jo'nab ketishibdi. 10 kun yo'l yurganlaridan keyin uzoqdan bir narsaning uchib kelayotganini ko'rishibdi. Uchib kelayotgan narsa tez vaqt ichida yaqinlashibdi. Qarasalar, kichik ukasini ajdarho domiga tortayotgan ekan.
O'g'li podshoh yoniga yaqinlashganda, "Ota, olib kelayotgan keliningizni kimga bersangiz bering!" deb o'tib ketibdi-da, Ravotning oldida turgan Ajdarxoning oldiga borib tushibdi. Ajdarxo yigitcha kelishi bilan uning beliga 2 marta aylanib, betini betiga qo'yibdi. "Bir kunlik umringdan kechasanmi? 40 kunlik umringdan kechasanmi?" debdi. Yigit o'ylab turib, 40 kunlik umrimdan kechaman debdi. "Bo'lmasa, falon mamlakatda bir podshohning qizi bor. Shu qizni 40 kun ichida menga keltirib berasan. Keltirmasang o'zingni yeyman" debdi. Yigit Ajdarxodan 40 kunlik javobni olib, yo'lga ravona bo'libdi. Bir necha kun yo'l yurib bir joyga kelsa, yo'lda juda ko'p chumolalar yurgan emish. Yigitcha ularni bosib o'ta olmay kechgacha chumolalarning o'tib bo'lishini kutib o'tiribdi. Kechqurun chumolalarning podshohi yigitchaning oldiga kelib, "Ha, yigit, nima uchun bu yerda o'tiribsiz?" deb so'rabdi. "Men chumolalarni bosmay deb, ularning o'tib ketishini kutib o'tiribman" debdi bola. Chumoli, "Senga rahmat. Mabodo biz ham bir kuningga yararmiz" debdi-da, bolaga bir hovuch somon beribdi. Bola somonni olib, yana bir necha kun yo'l yurgandan keyin 2 sherning olishayotganini ustidan chiqib qolibdi. Qarasa, sherlar bir quyonni ushlab olib qanday qilib bo'lib yeyishni bilmasdan olishayotgan ekan. Bola sherlardan quyonni so'rab olib, quyonni yonidagi pichog'i bilan 2ga bo'lib beribdi. Sherlar xursand bo'lib, "Ey rahmat odamzod o'g'li, shu quyonni bo'lib yeya olmasdan 3 kundan beri ovora edik" deyishibdi. "Mana ol, bir kuningga yararmiz" deb ustlaridagi yunglaridan uzib beribdilar. Yigitcha yana yurib kechqurun bir qishloqqa boribdi. Kechasi yotish uchun bir kampirdan joy so'rabdi. Kampir joy berib, "Ha, o'g'lim, qayerdan kelayotibsan? Nima ish qilib yuribsan?" deb so'rabdi. Yigit oldin nimaga kelganini kampirga aytmabdi. Kampir qistagandan keyin podshoh qizini olishga kelganini aytibdi. Kampir juda xafa bo'lib, "O'g'lim, bu ishni qo'y. Juda og'ir ish. Buni bajarish qiyin. Yosh yigit ekansan. Bekorga o'lib ketasan. Bir necha qiyin shartlari bor, ularni bajara olmaysan. Mana qara, 7 yakka mixda 7 ot turibdi. Mana shu 7 otni 7 o'g'lim minib yurar edi. O'g'illarim shu podshohning qizini olamiz deb podshohning shartlarini bajara olmasdan birin-ketin o'lib ketishdi. Bir o'zim shu hovlida qoldim. Qo'y o'g'lim, podshohning qizidan boshqa qizlar ko'p. Shulardan biriga seni uylantiraman, seni o'zimga o'g'il qilib olaman" debdi. Yigit kampirga, "Hay ona, nima bo'lsa ham men shu podshoh qizining shartlarini bajarishga bel bog'laganman. Shu shartlarni bajarishga majburman" debdi. Ertalab kampirning yig'lab yalinishiga qaramay, podshoh dargohiga borib dovulini chalibdi. Podshohning odamlari kelib, yigitni shoh oldiga olib boribdilar. Podshoh yigitga, "Sen mening qizimni olishga kelgan bo'lsang, 3 shartim bor. Shu shartlarni bajara olmasang, kallangni olaman. Qo'y, urinma, yosh ekansan, yo'lingdan qolmay ketaver" debdi.
Yigit podshohga, shartingizni ayting, bajaraman debdi. Podshoh, 3 shartdan biri 40 qop tariqni yerga septirib beraman. Bittalab terib berasan. 2 shartim, otamdan qolgan 2 bo'rdoqi ho'kizim bor. Shularning go'shtini ertalabgacha yeb, suyagini keltirib berasan. 3 shartim, darvozaga yaqin joyda otamdan qolgan 4 pudlik ko'za yerga ko'milgan, og'zi ochiq, ichida hech narsa yo'q. Shuning oldidan o'tib, qaytguninggacha ichida tilla qaynab tursin. Mana shu shartlarimni bajarsang, qizimni beraman debdi. 1 shartni bajarish uchun 40 tuyaga 40 qop tariqni orttirib yerga septiribdi. Xizmatchilar yigitchani qoldirib o'zlari qaytibdi. Yigit shuncha tariqni qanday qilib terib tamomlash ilojini topa olmay, o'ylay qo'li bilan tera boshlabdi. Peshingacha yarim qopgina tariq teribdi. Peshin vaqtida bir joyga o'tirib yana o'ylay boshlabdi. Birdan chumolilar bergan somon esiga tushib qolibdi. Yonidagi chaqmoq toshini olib, somonni tutatibdi. Somonning tutuni chumolilarning burniga kirib, hamma chumolilar yig'ilib, yigit oldiga kelib, "Nima xizmat buyuring" deyishibdi. "Ey jonivorlar, mening boshimga mushkul ish tushdi. Mana shu yeriga sepilgan 40 qop tariqni terib beringlar" debdi. Yigit qopning og'zini ochib turibdi. Chumolilar tariqni terib qopga sola boshlabdi. Kechgacha 40 qopga tariqni to'lg'azib, chumolilar o'z joylariga ketishibdi. Yigit 40 qop tariqni tuyalarga ortib, podshoh o'rdasiga olib kelibdi. Yigitning bu ishidan hamma xursand bo'lib ketibdi. 2 kuni 2 shartni bajarish uchun podshoh otasidan qolgan 2 novvosni chiqarib, "Mana shu novvoslarning go'shtini ertagacha yeb, suyaklarni qopga solib keltirib ber" debdi. Yigit ho'kizlarni yetaklab bir joyga olib borib bog'lab qo'yibdi. Kechasi ho'kizlarni yoniga kelib, ularni qanday yeb tamomlashni bilmay, xafa bo'lib, o'ylab o'tirib, birdan sherlarni eslabdi. Sherlarning yungini tutatibdi. Sherlar, "Labbay, xizmatingga tayyormiz" deb yigitning oldiga yetib kelishibdi. Tong otguncha 2 sher 2 ho'kizning go'shtini yeb tamomlabdi. Yigit suyaklarni qopga to'ldirib, saharda podshoh o'rdasiga kelib, "Qornim ochib ketdi. Qani yana yeyishga biror narsa bormi?" deb chaqiribdi. Xizmatkorlar yigitni podshoh oldiga olib kiribdi. Yigit suyaklarni podshoh oldiga qo'yibdi. Odamlar buni ko'rib, "Bu devmi yo boshqa biror narsami?" deb hayron qolishibdi. Podshohning buyrug'i bilan yigitchaga bir tog'ora qatiq bilan 8 ta non keltirib beribdilar. Uning haqiqatan qorni och ekan, ana mana deguncha bir tog'ora qatiq bilan 8 ta nonni yeb tugatibdi. Podshoh yigitga 3 shartni buyuribdi. Malika bu yigitning 2 shartni bajarganidan juda xursand bo'lib, yo'liga chiqib turibdi. Yigit podshohning 3 shartini qanday bajarishni bilmay, xafa bo'lib, o'ylanib chiqib kelayotsa, podshohning qizi uchrabdi. Qiz qo'lidagi gavhar uzukni yigitga berib, "Ey yigit, mana shu uzukni darvoza yonidagi ko'zaning oldidan o'tayotganingizda uning ichiga tashlang, lekin orqaga qaramay ketavering. Siz qaytib kelguningizcha tilla qaynab chiqaveradi" debdi. Yigit uzukni olib ketibdi. Ko'za yoniga borib, uzukni tashlab, qiz aytgancha orqasiga qayrilib qaramasdan darvozadan chiqib ketibdi.
Podshohning xizmatchilari ko'zadan oltin qaynab chiqayotganini ko'rib, yigitning orqasidan borib, uni bardor qilib ko'tarib, podshoh oldiga olib kelishibdi. Xizmatkorlar podshohga, "Podshohi olam, qizingiz ana shu yigitniki" deyishibdi. Podshoh butun shahar xalqini yig'ib, to'y-u tomoshalar qilib, qizini yigitga nikohlab beribdi. Bir necha kun ko'z ochib yumguncha o'tib ketibdi. Ajdarhoga bergan va'dasiga bir kun qolganda yigit bir oh tortibdi. Qiz yigitga, "Ey yigit, nega bunchalik qattiq oh tortasiz?" debdi. Yigit Ajdarhoga bergan va'dasini qizga aytmasdan, "Ota-onam esimga tushdi" debdi. Erta bilan tong otgandan keyin yigit qizga, "Meni desang birga ketasan, bo'lmasa ixtiyoring" debdi. Qiz ketishga rozi bo'libdi. Ikkovi podshohdan javob olib yo'lga tushibdi. Bir qancha yo'l yurgandan keyin yigitning holi juda tang bo'lib, rangi qorayib ketaveribdi. Qiz yigitning holini ko'rib, "Nega bunchalik jizg'anak bo'lib ketyapsiz?" debdi. Shunda yigit chidolmay, o'zlarining ajdarho oldiga ketayotganlarini aytibdi. "Tez yetib bormasak, ajdarho ikkovimizni ham halok qiladi" debdi. Qiz yigitdan juda xafa bo'libdi. "Ey yigit, nega shu vaqtgacha bu gaplarni menga aytmadingiz? Uning iloji qo'limizda edi. Hali ham kech emas. Endi siz chopib borib otamning kichik hujrasini ochasiz. Hujraning ichida bir sandiq bor. Sandiqning ichida bir kaptar bor. Shu kaptarning kallasini kesasiz. Tomog'idan bir qurt chiqadi. Qurtni o'ldirasiz. Ana shundagina ajdarho o'ladi. Bo'lmasa ikkimizni ham o'ldiradi" debdi. Shu gapni aytib bo'lishi bilan ajdarho qizni domiga torta boshlabdi. Yigit esa kuchining boricha podshoh o'rdasiga qarab chopibdi. O'rdadan hujraning kalitini topib, hujraning qulfini ochibdi. Hujraning ichiga kirib, tokchada turgan sandiqni ochib, kaptarni ushlay deganda, kaptar uchib ketibdi. Yigit darrov hujraning eshigini bekitib qo'yib, kaptarni zo'rg'a ushlab olib, kallasini kesibdi. Tomog'idan qurtni olib o'ldiribdi. Hujradan chiqib, o'rdada turgan otga minib, qiz yoniga chopibdi. Yo'lda ketayotib, qizga nima bo'ldi ekan? Ajdarho yutdimi, o'likmi, tirikmikin qiz deb o'ylab, xafa bo'lib, qiz oldiga kelib qarasa, ajdarho qizga yetishiga 3 qadam qolganda o'lgan. Qiz esa hushidan ketib yiqilib yotgan ekan. Yigit yugurib kelib qizni ko'tarib olib, chaqirsa ham hushiga kelmaganidan keyin yig'lab yuboribdi. Ko'zidan oqib tushgan yosh qizning yuziga tomishi bilan qiz ko'zini ochibdi. Yigitni ko'rib xursand bo'libdi. Yigit, "Ajdarho o'ldi. Jonimiz foydaga qoldi. Ajdarhodan qutuldik. Ajdarhoning makoni bizga kerak emas. O'z yurtimizga ketamiz" debdi. Bir necha kun yo'l yurib, otasining mamlakatiga kelishibdi. Podshoh o'g'lining kelayotganini eshitib, xursand bo'lib kutib olibdi. Qayta boshdan 40 kecha-yu 40 kunduz to'y berib, murod va maqsadlariga yetishibdi. Audiobook.uz internet magazini bolalar va kattalar uchun kitoblar taqdim etadi. O'zbek tilida Tohir va Zuhra, o'zbek xalq ertaklari. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. O'tgan zamonda bir podshoh bor ekan. Uning farzandi yo'q ekan.
Kunlardan bir kun o'ylab, xafa bo'lib o'tirsa, o'ng qo'l vaziri so'rabdi. Podshohi olam, nega xafasiz? Sharq ertaklari. Kunlardan bir kun bir sichqoncha tug'ilibdi. Bu sichqonning boshqalardan farqi shunda ekanki, uning bo'ynida oq qashqasi bor ekan. Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar. Kumushbibi uyqudan turib, favqulodda bir holga uchraydir. Bir kechada hammaning tushiga to'y kirib chiqqan. To'y uchun yangi ko'rpalar qoplamoqchi bo'ladilar. Par to'shaklar olmoqchi bo'ladilar. Kuyov uchun qanday kiyim yarashmog'i ham bahs qilinadir. Oftob oyim eriga oltin kamar olmoqqa buyuradir. Tavba! Umar Xayyom. Turmush tasbehi. Ruboiylar. Ul kimu go'zallarga xandon lab bermish. Dard ahliga jigar qonun zab bermish. Qismatimiz shodlik bo'lmasa ne g'am. Shodmiz. Chunki g'amni minglab bermish. Alpomish. O'zbek xalq dostoni. Burungi o'tgan zamonda 16 urug' Qo'ng'irot elida Dobonbiy degan o'tdi. Dobonbiydan Alpinbiy degan o'g'il farzand paydo bo'ldi. Alpinbiydan tag'in 2 o'g'il paydo bo'ldi. Katta konining otini Boy bo'ri qo'ydi. Kichkinasining otini Boy sari qo'ydi. Rus tilida. Aleksandr Sergeyevich Pushkin. Kattalar va bolalar uchun ertaklar. 3 девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещенный мир приготовила б я пир». Ivan Andreyevich Krylovning ma'lum va noma'lum masallari. По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. Alisher Navoiy. Hamsa. Hayratul Abror. Те дни, когда победоносный шах с врагами царства пребывал в боях, но керов верных 102 всего сопровождали шаха своего. В сражениях каждая его стрела смертельной для противников была. Ганс Христиан Андерсен. Qish ertagi. Окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам. Сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый ласковый глазок. И это смотрели каждый из своего окна, мальчик и девочка, Кай и Герда. Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar. Был 17-й день месяца Далуф 1264 года хиджры. Солнце зашло, со всех сторон неслись призывы муэдзинов к вечернему намазу. Известный в городе Маргелане караван-сарай, ворота которого обращены на юго-восток, был переполнен приезжими. Здесь останавливались обычно купцы из Ташкента, Самарканда, Бухары. Вернувшись после дневных забот под кров караван-сарая, его обитатели занялись приготовлением ужина. Во всех комнатах царило оживление, громкий разговор, хохот, шум такой, что казалось, вот-вот здание поднимется к небесам. В глубине двора находилось помещение понаряднее остальных. Ганс Христиан Андерсен. Bahor ertagi.
Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старухе-бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных. Zulfiya, yurak hamisha yo'lda. She'r va dostonlar. Как душно в комнате. Я выхожу во двор, и светит мне звезда в тумане теплой ночи. Я знаю этот свет, я помню этот взор. Да это же твои глаза глядят мне в очи. Bizning audio kitoblarimizni shahringizdagi do'konlardan so'rang. Shuningdek, siz ularni audiobook.uz saytidan ham ko'chirib olishingiz mumkin. Mualliflik huquqlari va ular bilan hamkorlik masalalari bo'yicha audiobook.uz saytimizda ko'rsatilgan aloqa uchun ma'lumotlar bo'yicha murojaat etish mumkin.